أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 20. سورة Taha Mekke'de nazil bo'lgan 135 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Taha yani ey Muhammad, Qur'onni sana seni jafoga silish uchun emas, faqat Allohdan qo'rqadiganlarga vaz nasihat qilish uchun nazil qildik. O zaminni va egiz osmonlarni yaratgan zot tarafidan nazil qilingan. Merhametlik Allah arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Agar sen oshkora so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki o sirni va uningdan maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Allah'tan başka hiç ma'bud var haq yo'qdir. Allah'ның güzel ismlari bor. Musa'nın qissasidan xabaring bormi? O'z vaqtida Musa bir joyda o'tning yo'rig'ini ko'rdi. O oilasidagilarga turib turinglar, men o'tning yo'rig'ini ko'rdim. Men berib uningdan bir parcha cho'g' ib kelishim yoki o't bor yerda bir yo'l boshlig'uvchini uchirtishim mumkin dedi. Musa o'tning yeniga kelganda nido qilindiki: "Ey Musa, men haqiqatan sening parvardigoringdirman. Kashingni sog'in, sen haqiqatan muqaddas vodi tuvodisan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Sen vahiyga quloq sog'in. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud bar haq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgan, meni zikr qilish uchun namoz o'qigan. Qiyomatning bo'lishi muhaqqaqdir. Her adam özünün amaliga yarasha mukofotlanishi uchun uni yani uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. Qiyomatga ishonmaydigan va nafs xohishlariga ergashgan odam seni uningdan, yani qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'simasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan. Chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga olib boradi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: Bu mening hasam, onunga tayinaman, onun bilan qo'ylarimga g'azan qilib beraman, oningda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor. Allah: "Ey Musa, onu yerga tashlagin" dedi. Musa onu tashladi, o nagahon mengayotgan bir yilonga aylandi. Allah aytdi: "Onu tutib olgin, qo'rqmagin. Onu dastlabki, yana hosilik holatiga qaytarmiz. Qo'lingni qo'ltig'ingning ostiga sog'in, ondan chiqag'in. O hech qanday ayib nuqsonsiz holda oppoq nurliq bo'lib chiqadi. Bu ikkinchi mo'jizadir. Sana cho'ng mo'jizalarimizdan ba'zisini ko'rsatamiz. Fir'avnga borgin, o haqiqatan haddidan oshdi. Musa aytdi: "Parvardigorim, mening ko'ngli ko'ksimni keng qilgin, mening ishimni osonlashtirgin, tilimdan kekashlikni ko'tarib o'tgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Bana ailemden qerindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Onun bilan meni texmi kuchlantirgin. Mening ishimga uni sherik qilgin. Buning bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz. Sana ko'p zikr aytqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'uchisan." Allah aytdi: "Ey Musa, sening so'rgan narsalaring sana berildi. Buningdan boshqa sana yana bir qitim in'om qilgan edik. O'z vaqtida onangning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. Aytdikki, uni, yani balini sanduqqa solgin, ondan uni sanduq bilan daryoga tashlagin. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn ib boqsin. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. O'z vaqtida sening hamshirang Fir'avnning oilasiga berib, sizlarga uni boqadigan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi dedi. Biz sening onangni xush bo'lsin, qayg'urmasin deb seni onunga qaytirib berdik. Sen bir odamni o'ltirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turli balolar bilan sinadik. Sen Madyanliklar orasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Seni mening muhabbatimga, ya'ni payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen ve senin qerindishing Harun mening mo'jizalarimni ib beringlar. Mening zikrimga suslik qilib qolmanglar. Fir'avnning yeniga beringlar. O haqiqatan haddidan oshdi. Onunga yumshoq so'z qilinglar.
o vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshganligining oqibatidan qo'rqishi mumkin. Ular Parvardigorimiz biz haqiqatan uning bizni aldirab jazolashidan yoki texmo haddidan eshishidan qo'rqimiz deyishdi. Allah aytdi: "Sizlar qo'rqmanglar, men haqiqatan sizlar bilan billa. Uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turaman. Sizlar Fir'avnning yeniga berib, biz ikkimiz Parvardigoringning elchisi bo'lamiz. İsrail avlodini qo'yayotgan, biz bilan kessin, ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Parvardigoringning mo'jizasini olib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoladi. Bizga shak shubhasiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar." Ular Fir'avnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsani yetkazgandan keyin Fir'avn: "Ey Musa, sizlarning Parvardigoringlar kim?" dedi. Musa aytdi: "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." Fir'avn aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Yana qandoq bo'lgan?" Musa aytdi: "Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida lavhul mahfuzda xotirlaylikdir. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. O zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zamindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piga aylanasizlar. Sizlarni hisob olish uchun yana bir qitim zamindan chiqaramiz. Shak shubhasizki, uningga bizning hamma mo'jizlarimizni ko'rsatdik. O inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi." Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chaq bayram kuni bo'lib, kishilar chashki vaqtida yig'ilsin." Fir'avn qaytib ketib Beyli Mekrni, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan o sehrgarlarni va sehrda ishlatiladigan narsalarni elib va'dalashgan vaqt keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yolg'onni chaplamanglar. Yana sehringlar orqali mo'jizalarimizga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'xton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida datalash qilishdi. Qilgan datalishini yo'shirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostilla sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Heylanglarning hammasini jamlanglar. Yana bütün chora tadbiringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqdan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga hayvatli ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostilla maqsadiga erishadi." Ular aytdi: "Ey Musa, Hasanni sen avval tashlamsan yoki og'amcha hosillarimizni biz avval tashlamdik?" Musa: "Undaq sizlar oldida tashlanglar" dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning og'amchilari, hosillari ularning sehridan, ya'ni sehrining ta'siridan uningga harakatlanib yengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz uningga aytdikki: "Qo'rqmag'in, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdagini tashlag'in, u ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib yetadi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hiylasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozonolmaydi." Musa hassini tashlab edi, ularning ko'rsatgan sehrini dam tortib yutibdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Parvardigoriga iymon etdik deyishdi. Fir'avn aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhasizki, o cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan, men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlarga osaman. Sizlarga qaysimizning,
ya'ni mening yoki Musoning Parvardigorining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Ular aytdi, seni yana sana agishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musoning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni, sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimidir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u do'zaxga kiradi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. O darajalar doimiy turalg'i bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. O yerlarda u mangu qoladi. Ana shu kufrdan va gunohlardan pok bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Biz shak shubhasiz Musoga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan ep chiqib ket. Sen Hasonni dengizga urib ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Fir'avnning orqangdan qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Fir'avn lashkarlar bilan ularni qo'g'ladi. Ularni yana Fir'avn bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Ey Isroil avlodi, sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musoga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinoning o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan halol pok narsalarni yanglar, bu vaqtda chekdan oshmanglar. Unda qilsanglar, sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qilguvchiman. Ey Musa, aldirab Tur Sinoga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? Dedik. Musa aytdi, ular izimni qo'g'lishib kelyotdi. Parvardigorim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga aldirab keldi. Allah aytdi, sendan ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni Samiri ozdirdi. Musa qavmiga g'azablangan holda qopib qaytdi. U aytdi, sizlarga Parvardigoringlar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutug'idek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglar Parvardigoringlarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi, sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un ib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tga tashildik. Samirimi o'zi ib chiqqan zibo zinnatlarini tashildi. Samiri eritilgan zibo zinnatlardan ular uchun bir mo'zay haykal yasadi. Uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Ular yana Samiri va uning tavalari aytdi, bu sizlarning ilohinglardir va Musoning ilohidir. Musa ilohni bu yerga unutib qilib, uni izlab Tur Sinoga ketdi. O mo'zayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Shak shubhasizki, Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun, ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mo'zayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Musa aytdi, ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda Alloh uchun g'azablanishda menga agishdan nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi? Harun aytdi, ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tatmag'in. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'lib o'tibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim. Musa aytdi, ey Samiri, sen nim bo'lding? Ya'ni mundaq yomon ishni qilishdan g'arizing nima? Samiri aytdi, men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi yana Jibrilning izidan bir changal to'pini oldim-da, uni mo'zayga chashdim. Shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi.
Musa Samiriga aytdi: "Sen bag'in, sen umrvoyat ko'rganli kishiga menga yaqinlashmanglar degaysan. Ya'ni sening kishiga yaqinlashmasliging, kishining sana yaqinlashmasligi bu dunyoda sana berilgan jazodir. Shubhisizki, oxiratda jazolanadigan muayyan bir vaqting bor. Alloh sana qilgan bu va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen hamon cho'qinib kelayotgan ilohingga qarag'in. Biz uni cho'qim o'tni kuydiramiz. Ondan uning kulini dengizga chechib o'tamiz. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U har narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, shuningdek sana o'tganlarning ba'zi xabarlarini bayon qilamiz. Sana o'z tarafimizdan Qur'onni ato qildik. Kimki Qur'ondan yuz o'riydi ekan, uningga qiyomat kuni cho'ng gunohdan og'ir yuk yuklanadi. O gunohi uchun berilgan azobni mangu tatidi. Qiyomat kuni ularga yuklangan bu yuk nima degan yomon? O so'rchilanadigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan, ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'amiz. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan, ular dunyoda faqat 10 kunlik turdinglar deyishib pichirlashadi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Ayni zamonda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun turdinglar deydi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'ladiganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqanki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantiradi. O yerlarda na cho'nqurlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Bu kunda kishilar Allohning mahshargohga da'vat qiluvchisiga ergishadi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va hayvatidan qo'rqib, barliq ovozlar besiqadi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatlik Alloh izni bergan va so'zidan Alloh rozi bo'lgan odamning shafoatidan boshqa hech qanday shafoat foyda bermaydi. Alloh ularning oldidagini va keyindagini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uvchi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga sherik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Mu'min turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni vaz-nasiyatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Alloh zoti sifati jihatda butun maxluqotdan ustundir, haq podshohdir. Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga oldirab ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirab ketmay, o tilovatidan pariq bo'g'ichi tinglab turg'in. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin degin. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. O bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. O sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik: "Ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir, xotiningning dushmanidir. O sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin, o chaqda sizlar jafo mushaqqat qolasizlar. Jannat sen haqiqatan oshqanmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan, isib ketmaysan." Shayton uningga vasvas qilib: "Ey Odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ular o daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yo'pirmoqlari bilan satri avrat qilishga kirishdi. Odam Parvardigorning amriga xiloflik qildi. Shuning bilan u ozdi. Ondan Parvardigor uni tanladi, uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Alloh aytdi: "Sizlar hammanglar jannatdan bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u ozmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Kimki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. O ey Parvardigorim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. Alloh aytadi: "Shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi, sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan.
haddidan oshgan va Parvardigorning oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi baqidir. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yuradi. Aql egilari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Agar Parvardigoringning azobini ulardan kechiktirishga qilayotgan hukmi va oldin Allah belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, o chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Mamnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Parvardigoringga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qigin va hamd aytqin. Biz kuffarlardan turli jamani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zinnatlarga ko'z solmagin. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqidir. Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ular yana mushriklar Muhammad Parvardigori tarafidan bizga bir mo'jiza keltirishchi deydi. Ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqa bizga bir payg'ambar avatmadan, biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga agishatdik deydi. Aytqinki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarmi kutinglar, kimlarning to'g'ri yo'l egilari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoqqa qolmay bilasizlar.